Assalomu alaykum. Mana dehqon aka-ukalarimiz mana begomuslarimizni elab mana qoplashga tayyor holga olib keldik. Mana holatlari. 8 oy, 9 oy Qizil Kaliforniya cho'lchanglari yegan mana shu begomus mahsulotlari mana. Mana shu oddiy elak bilan yelanadi. Mana shunday begomus mahsulotlari. Kimda kim bu begomusga qiziqsa, dehqon aka-ukalarimiz yo shu biznesda boshlayman degan ikkilanib turgan aka-ukalar bemalol boshlayveringizlar. Mana bizlarga ob'yomimiz kichkina. Mahallani o'ziga shu yerga dehqonchilik qilayotgan dehqon aka-ukalarimizga yetishtirib beramiz. Shulardan ortmaydi. Mana buni kattaroq ob'yom qilib, kattaroq pul ishlayman deganlar kengroq qilib qilsa bemalol bo'ladi. Buni orqasidan moshinam yo boshqa narsa kattaroq summalar olsa bo'ladi. Mana shu begomus mahsulotlarimizni mana naraqa ham elab qo'ydik. O'n qop zakaz oldik. Bugun kechki vaqt beraveramiz. Mana elanmagani mana. Hozir elaymiz buni ham. Mana shu elakdan elab yetkazamiz mana do'stlar. Mana begomuslarimizni mana shu yerdan olayotgandik. Ozroq qolgan begomus. Bu tomonlarida cho'lchanlar mana ishlashayotgan holatlari mana. Biznesda boshlayman degan ish qilmay, nima ish qilishimni bilmasdan Rossiyaga yoqa-yoqa yuraman deb ikkilanib yurgan aka-ukalar bemalol shu biznesni boshlasa bo'ladi. Bu mana qarang qanday sho'x narsa. Ishi og'ir emas, yengil ishi. Kaliforniya cho'lchanglari mana shu tarzda ishlayapti. Bunga molni go'ngini yaxshilab yuvib zardobini chiqarib, keyin beraktorlarga tashlanadi. Tashlagandan keyin bir marta yaxshilab shilqillatib yuvib, zardoblari chiqqandan keyin 1 kun yarim kundan keyin cho'lchanlarga tashlab, bemalol yana suvni bersa, hidlari ketib, yaxshi yuvilgandan keyin Kaliforniya qizil cho'lchanglari yaxshi ishlashni amalga oshiradi. Mana do'stlar, mana shu tarzda begomus qilinadi. Buni klientlari ko'p. O'zim mahalla dehqon aka-ukalarga yetkazib bera olmayman. 10 tonna, 15 tonna borinki begomus chiqadi bizlardan. Buni ob'yomlarini o'ta keng qilsa, daromad ham shuncha yaxshi bo'ladi.
mana shunday go'nglarni yem yegan mollarda go'nglar mana chiqarib quritib bir qator qo'ygandan keyin yaxshilab yuvib sharbatlari sariq suvlari chiqqandan keyin biyogamiz qilayotgan bioreaktorga tashlanadi. Do'stlar, kim bu biznesga qiziqayotgan aka-ukalar bemalol murojaat qilinglar. Bizlarga Qizil Kaliforniya cho'lchanlari ham bor. Kvadratini 500 dan qilib beramiz. Mana biogomiz mahsuloti mana qay holatda mana. Mana go'ng mahsulotlari mana. Cho'lchanglar ishlashyapti mana. Zichliklarini o'ta zich holatda qilib beraman. Yo'nalishlarga o'rgatib boramiz do'stlar. Shundan keyin bizdan Qizil Kaliforniya cho'lchang olgan aka-ukalarga bemalol qo'ldan kelgancha yo'nalishlarni o'rgatib boramiz. Telefon raqamlarimizni qo'yamiz ekranlarga, bemalol murojaat qilinglar. Sog' salomat bo'lasizlar.